Yo hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Gamer Uzbek do'stlar. Mana bugun hardcore'ga o'lib qoldim bir kun o'zim nima qilib o'ynab. Shuning uchun men boshqasini sazab soldim. Bu esa survival. Do'stlar, mana bu joyda jizdon qilib qolishimiz kerak, ya'ni yashab qolishimiz kerak. Shuning uchun bu 3 qismga bo'linadi. Aniq bu tiniqam. Hozir men nimasini yo'qay do'stlar. Hozir men nimani yoqib turaman? Mana bu eng tepada chap qo'lni mana bu yerga qarab turibman-ku. Shu yerning tepasida koordinata va kunlar chiqadi. Shuning uchun bo'ldi. Mana do'stlar, bo'ldi. Mana bu tepada koordinata va kunlar bo'ldi. Shuning uchun biz mana do'stlar, endi ketdik. Qishloq bor. Chunki men bu hardcore'da shu yerda jizdon qilganman. Shuning uchun o'lib ketganman. Uzr. Bu yerda o'zimga uy quraman, keyin boshqa narsa. Shuning uchun ketdim. Temirchi uyi. Aytgancha men skinimni boshqa qildim. Va do'stlar, sizlarga yangiligim bor. YouTube kanalda videoning nomini yozsangiz chiqadi. Bu faqat Brawl Stars o'ynaydiganlar uchun. Keyin mana videoning oxirida men sizlarga shuni reklama qilaman. Mana shu uyda do'stlar, videoni shu joyiga to'xtatib turaman, chunki men narsalar o'zimga yasashim kerak. Video cho'zmalari do'stlar, mana 10 metr daraxt va mana bu bo'ldi. Nima qilyapti bu? Tur. Endi qilamiz. Kechqurun bo'lgan edi. Mana bo'ldi. Birinchi kunimiz ham tayyor. Misal 4-chi kun 3-chi kunda to'xtatib turaman, chunki video to'xtatib turaman. Chunki sal nima bo'lsa sal uzoqroq bo'lsa, bir kun keyin hardcore'da shunday qilgandim, keyin obunachilarga yoqmay qolganini bilmayman. Shuning uchun men videoni 3-chi kunda to'xtatib turaman, chunki video uzoq bo'lmasligi uchun. Masalan, bo'ldi tayyor.
tekshiramiz, keyin sekin iloji. Tosh qaziymiz. Do'stlar, yana shu joyda xo'p, to'xtatmayman, ketdik. Yo'q, bu yerda qozoq bo'lmasligi mumkin, shuning uchun. Mana do'stlar, bo'ldik 26 ta. Endi ket. Mana bu yerdan olaveramiz. Tayyor. To'xtalib bo'lsa, bitta nastroykani to'g'rilab olay. Ana endi bo'ldi. Faqat meni ovozim nimani ovozi sal pastroq chiqadi. Chunki men 26 qilib qo'ydim. Shuning uchun ketdi. Undan keyin ovqatni olaman, koordinatani eslab qolib, keyin boshqa joyga g'or qidirishga suraveraman. Shuning uchun suraveraman. Keyin bitta narsani aytmay qoldim, uzr. Men o'lsam joyimga tirilaman, lekin narsalarim o'zimga qoladi, lekin shunday qilib qo'ydim. Bo'ldi.